Kimga yaxshi, kimga yomon, har doim men xalq tomon. Bugun 14-yanvar 2025-yil Xitoy 2 bozorimizdagi narx-navolar bilan tanishib chiqamiz. Bo'lmasa boshladik. Qizchalar uchun ko'ylakchalar 27 ming so'mdan ekan. Bunisi miramir 32 ming so'm. Bunisi 35 ming so'm razmeriga qarab, katta razmerlashib ketyapti. Ranglari juda ham ko'p. Bemalol nechta kerak bo'lsa dastavka qilib chiqarib beraveramiz bemalol. Bular 18 ming so'mdan, bulari 11 ming so'mdan. Bu Navro'jdonliklar 23 ming so'm ekan. 5 talikmi aka bu? 5 talik. Mana bu kombinezonchalar 40 ming so'mdan. Mana bu dvoykalar 50 ming so'mdan aka. 4, 5, 6 yosh. 3 ta razmerli. Mana bu ishtonchalar 7,5 ming so'm ekan. Razmer 3-4 yoshga tushadi bemalol. Mana bular o'zimiz ishlar, narxi 18 ming so'mdan. Mana bular yangilik chiqqanda o'tgan hafta ko'rsatganman. Mana bu tepaliklar 10 ming so'mdan. 2 talik razmer. Rangi 3 xil. Mana bu ishtonchalar 8 ming so'mdan ekan. 8 xil sveti bor ekan. Razmeri 55 sm. 2-3 yoshga bolaga bemalol tushadi. Mana bu dvoykalar 25 ming so'mdan ekan. Ko'ylakcha 36 ming so'm ekan. Buning ranglari juda ham ko'p ekan. Mana bu ko'ylakchalar 17 ming so'm ekan. Pasta ranglari bor. Razmeri 3-4 yosh. Mana yangi uzun futbolkalar kattalar uchun 25 ming so'mdan narxi. Razmeri 60 gacha ekan. Hammaga yaxshi kayfiyat, like, podpiska bosishdan chiqarmanglar.